Umid opa 25 yoshda ham klimaks bo'lib qolish mumkinmi? 25 yoshda o'zi asli bu haqiqiy klimaks emas. Kuni kecha menga ham shunaqa patsientlarim reels tashlashdi. Mana qaranglar 23, 25 yoshlarda ham klimaks bo'lib qolyapti deb. Asli buni tashxisi sal boshqacharoq, ya'ni tuxumdon zaxirasining erta tugab qolishi. Bunga sabablar har xil bo'lishi mumkin. Bu genetik omillar birinchi navbatda, ikkinchidan gormonal buzilishlar, stresslar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir o'tkazilgan qanaqadir infeksiyalar sabab bo'lishi mumkin. Tug'ruqda yoki qandaydir sabablarga ko'ra kuchli qon ketishlar. Bunda albatta уже gipotalamo gipofizar sistemasi, ya'ni bosh tizimida o'zgarishlar kelib chiqishi mumkin. Tuxumdonda o'tkaziladigan ma'lum bir sabablarga ko'ra operatsiyalarda tuxumdonni o'sha kistalari yoki boshqa apopleksiya operatsiyalarida ozgina qismi olib tashlanganda shunaqa zaxira kamayishi mumkin. Lekin bu degani erta klimaks emas. Bunda albatta tuxumdonlarni erta qarishi yoki zaxirasini erta tugashi degan tashxisni tasdiqlash uchun bu UZI tekshiruvi albatta kerak. Kerak bo'lsa MRT tekshiruvi kerak bo'ladi. Chunki endi hayz ko'rmay qoladi bunaqa ayollar. Hayz ko'rmagandan keyin bachadon kichrayishi mumkin. O'sha tuxumdonni ko'rganimizda normada 5-6 dan 10 ta 12 tagacha follikul ko'rinishi kerak bo'lsa, bu yerda kam, juda ham 2 ta, 3 ta yoki 1 ta follikul ko'rinishi mumkin. Albatta keyin gormonlar bilan buni tasdiqlash kerak bo'ladi. Gormonlardan demak AMG, antimülleriy gormon, bu tuxumdonni zaxirasini belgilaydigan gormon. FSG, LG, ya'ni gonadotropniy gormonlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Estradiol ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda bunaqa ayollarda AMG juda past bo'ladi, FSG, LG yuqorilab ketadi. Buni boshqacha yoki nomi gipergonadotropniy aminoriya ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar umuman yosh yoki sal yoshi kattami ayollarimiz 30-35 yoshda bo'lsa, homiladorlikni rejalashtirsa, bunaqa ayollarga mana shu tekshiruv usullarini o'tishni tavsiya qilaman. Yokida yoshi 40-45 dan oshmasa ham hayz tugab qolishi, to'xtab qolishi bo'lsa, bu albatta UZI, gormonlar va qalqonsimon bezni tekshirish tavsiya qilaman.